Orientir shedevr to'yxona. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Xullas Sputnik 15 da, ya'ni do'stligiga ozgina yetmasdan Orientir shedevr restoranining to'g'risida mana shu xonadonda 5 etajli uyimizning 3-etaji, 3 xona, skvoznoy planirovka, 73 kvadrat metr, barcha jihozlari o'zini joyida qoladi. Uyimiz narxi $62,000, ipotekaga ham to'g'ri keladi, ko'rib boqamiz. Uyimizning barcha jihozlari joyida qoladi. Kirishda to'g'rida mehmonxona bo'lyapti. Va detski. Kattalar yotoqxonasi. Mebel, texnika, hamma jihozlar o'zini joyida qoladi. Sanuzel bitta xonada, xullas botmana kuxnya balkonga olib chiqilgan 2/6 balkonida. Menimcha narxiga juda ham yaxshi. Uyimiz ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Hammaga rahmat.